Xo'p, o'rtoqlar, hozirlarga men bir ikkita narsani ko'rsatmoqchiman. Mani kompyuterimda hozir baza juda ham ko'payib ketgan. Shuning uchun mana ko'radigan bo'lsangiz, o'zim uchun tartiblab qo'yganman. Ya'ni birinchisi 3D modellarni alohida qilaman, vehikelga tashlanadigan mashinalarni alohida qilaman, mod papkasiga tashlanadigan, zip holatda tashlanadigan mashinalarni alohida qilaman, montaj uchun kerak bo'ladigan narsalarni alohida ajrataman. Bular meni ajratgan narsalarim, bu yoqda ajratilmagan narsalar bor. O'rtoqlar, har bitta papkani ichida shuncha narsa bor. Juda ham ko'p modlar, ovozlar, PNG rasmlardan tortib juda ham ko'p modlar bor bu yerda. Shuning uchun men bu narsalarni tartiblashim uchun 2-3 kun vaqt ketadi. Mana shu barcha BMG modellarni, 3D modellarni, mashinalarni hammasini tartiblab olsam, sizga ham men xuddi shu ko'rinishda tashlab beraman. Bularning ichida sizga vehikelga tashlanadigan mashinalarni alohida, zip holatda tashlanadigan mashinalarni alohida bersam, siz ham o'rnatishga qiynalmaysiz. Men ham sizga keyingi darslarimizda foydalanishimiz kerak bo'lgan narsalar, darslik rejamizga qaraydigan bo'lsangiz, bu yoqda kanalga o'tib olaylik. Hop, mana rejaga qaraydigan bo'lsak, reja flatbed yo'nalishida video tayyorlashga keldi. Ya'ni bizni flatbed yo'nalishida video tayyorlashimiz kerak. Flatbedda video tayyorlashimiz uchun oldingi darsimizda ham ko'rdingiz, shorts videoni men sizga montaj qilib bergan vaqtimda yoki tayyorlashni o'rgatgan vaqtimda kerakli materiallarni o'zim topa olmay qoldim, chunki bunga vaqtim yetmayapti. Fizik jihatdan men o'zim 2-3 joyda ishlaganim uchun kechqurun 1-2 soat vaqtim bor, shunday darslik tayyorlashga harakat qilaman. Shuning uchun men shu narsalarni tartibga solgunimga qadar 2 kun, 3 kun, balki 4 kun vaqt ketadi. Chunki ba'zan ichida juda ham ko'p narsalar bor. Barchasini ichiga kirib, o'zim tekshirib, ishlashiga aniq ishonch hosil qilib, qaysi holatda, zip holatdami yoki oddiy holatda, men shu ichiga kirib nima ekanligini ham bilmayman-da bu yerda yarim narsasini. Aniqlab, barchasini sizga tayyor holatda taqdim qilmoqchiman. Shuning uchun menga biroz vaqt kerak. Shuning uchun darslarimiz mana shu joyda 4-5 kunga to'xtab qoladi. Shuning uchun sizlarni ogohlantirib qo'yayman. Mana shu narsa YouTube ga ham qo'yib yuboraman mayli, Telegram guruhiga mana shu xabarni yetkazib qo'yaman, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.